Assalomu alaykum hammaga, xayrli kech. 15-masjidimizga keldik. Sayohatimiz 3-kuni Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Chag'ali masjidiga kelganmiz. Bu yo'lovchi masjid, jome masjid emas. Qo'qon Toshkent yo'nalishi bo'yicha yo'lda yo'lovchilar uchun xizmat ko'rsatadigan masjidimiz. Ko'rib, ishlarini bitta obzor qilib beraman. Ko'rib, bitta baho berib qo'yasizlar. Masjidimiz kichkina bo'lishiga qaramasdan juda ham chiroyli qilib barpo qilingan. 2019-yilda xalq hashar yo'li bilan qurilgan ekan. Boshqa masjidlarga nisbatan juda ham ko'p odam, yo'lovchi, namozxonlar kirib o'tishadi, namozlarini ado qilib. Masjidning o'zining imomi yo'q, sababi yo'lovchi masjid 24 ga 7 ishlaydi.